O'zbekistonda yangilik bo'lgan o'ta jozibali ikki xil tovlanuvchan va high-tech va klassik uslubda ishlab chiqarilgan Neg zavodining BYD nomli gilami hamda Samarqandning Yeg zavodining Toch nomli gilamini qisqacha obzorimizda tanishtirib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosishni unutmang. Aytib o'tganimizdek, bu Neg zavodining BYD nomli gilami hamda Samarqandning Yeg zavodining Toch nomli gilamlari ikkisi ham bir-biridan chiroyli bo'lib, jozibali tovlanuvchan gilamlar sanaladi. Buning gilamlarning qirg'og'ida koja, popuylardan iborat, usti polester bo'lib, tayi paxtadan tashkil topgan. Bu ikki gilamlar ham sammesi Turkiya deb hisoblangan. Bular ayrim ipaklari Turkiyadan keltirilgan ipaklardan to'qilgan gilamlar hisoblanadi. Bu BYD nomli gilamimizda 4 xil ipakdan to'qilgan bo'lib, tovlanuvchanlik, polesterlik ipagidan tashkil topib, bu polester materiali juda mayinroq ishlab chiqarilgan. Bu Yeg zavodining Toch gilamlari esa ikki xil tovlanuvchan bo'lib, bunga nisbatan bu qalinroq bo'ladi. Ham buning ipagi Turkiyaning ipagi ko'proq ishlatilgan bunda. Xizmatlari ikkisi ham teng bo'lib, ikkisi ham ishlatishga qaraganda qizlarimiz seplariga, mehmonxonalarga, katta zallarimizga solinganda uyni yanada ko'rkamroq, yanada jozibaliroq, yanada ochiqroq, kattaroq qilib ko'rsatadi. Bu ikki gilamlarimizdan barcha rasvetkalari, barcha turdagi gullaridan mavjud. Kelib bizning ommaviy gilamlar do'konimizdan xarid qilishingiz mumkin. Bu gilamlarimizning 1 metr kvadratini 175 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Nomi Samarqandning Yeg zavodining gilami. Bu esa Neg zavodining BYD nomli gilami 120 ming so'mdan kvadratini xarid qilishingiz mumkin. Ommaviy gilamlar do'konimizda barcha turdagi, barcha razmerlardagi gilamlarimiz mavjud. Bulardan ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, metrajlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Baxmaldan tortib oddiy gilamlardan, bular ham Navoiyning, Samarqandning Baxmali, Navoiyning yupqa metrajlari va hamyonbop gilam hisoblangan. Bularning 1 metr kvadratini 48 ming so'mdan, Baxmalning 1 metr kvadratini 53 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Aytib o'tgan gilamlarimizdan boshqa rasvetkalari, bularni ham kvadratini 48 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bu bir xil qilib terilgan gilamlarimiz Samarqandning Sag zavodi va Samarqandning eng katta zavodlardan biri bo'lgan Akit zavodining gilamlari hisoblanadi. Bu gilamlar eng qalin gilam hisoblanib, to'y marosimlariga, qizlarimizning seplariga, mehmonxona zallariga ham solingan bo'lib, vorsa manatliklari 13 hisoblangan, qirg'og'ida koja va popuylardan iborat. Barcha rasvetkalari, barcha turdagi gullari, har xil gilamlarimiz bor. Bu gilamlarimizni ham kelib 1 metr kvadratini 135 ming so'mdan, bu Akit zavodining gilamlarini 155 ming so'mdan kelib, ommaviy gilamlar markazida xarid qilishingiz mumkin. Video boshida aytib o'tganimizdek, Samarqandning Yeg zavodining yana bir turdagi qalin Zenit nomli gilami, bu gilamimizda to'qilishda ham ayrim joylarida go'zallik gullarini oralariga klassik uslubda chiqarilgan polester materialidan ham aralashtirgan. Bularimizning vorson balandliklari 12 hisoblanib, bu 7 xil rangdan, 7 xil ipakdan tashkil topgan. Bu gulimizni Samarqandning Yeg zavodiniki bo'lib, barcha o'zimizning Osiyo davlatlariga eksportni ham yo'lga qo'ygan zavodlarning gilami hisoblanadi. Bularimizni 1 metr kvadratini 155 ming so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Bu qatorimizda Fendi poloslari bo'lib, Samarqandning Bekmez zavodi hamda Urgaz zavodining adnatomli poloslari bo'lib, barcha rasvetka va barcha chiroyli guldagi poloslari bo'lgan. Bu barcha turdagi xonalarimizga gilamni o'rnida solib ishlatilsa ham bo'ladi. Bularimizni 1 metr kvadratini 50 ming so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Bu qatorimizda Neg zavodining BYD nomli gilam va Turkiyaning asl tavarining metrajlari, tepadan qaraganingizda 5 xil rasvetkasi bor. Pastdagi BYD nomli gilamning metrajlarini 1 metr kvadratini 115 ming so'mdan, tepadan Turkiyaning metrajlarini 195 ming so'mdan kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Pastdagilar hali aytib o'tganimizdek kvadrat 48 ming so'mlik gilamlarning boshqa rasvetkalari. Bu qatorimizda tepadan terilgan adnatomli poloslarimiz, pastida Samarqandning Sag zavodining Rich degan gilamlari. Bu ham gilamlar eng qalin, eng pishiq gilamlar hisoblangan, sifatlari a'lo darajada, 3 xil 4 xil ipaklardan to'qilgan, sintetikasi kam aralashgan gilamlar hisoblanadi. Tepadagi adnatomli poloslar esa qishga, yozgi, kuzgi barcha faslga o'z davrlarining eng zo'r hisoblangan polos bo'lib, oshxona, yotoqxona,
detskiy xonalarimizga solinganlari afzalroq deb bo'lingan. Bu poloslarimizni 1 metr kvadratini 78 ming so'mdan, bu gilamlarimizni 1 metr kvadratini 89 ming so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Bu yerda baxmallarimizda ham barcha rasvetkalari bor. Yana 3,5lik, 3lik, 4lik gilamlarimizda bor. Baxmallar Samarqandning baxmallari bo'lib, buni ham barcha gullari, barcha rasvetkalari bor. Kvadratini 55 ming so'mdan kelib, ommaviy gilamlar do'konda xarid qilishingiz mumkin. Mana azizlar, siz bu yerdan didingizga mos keluvchi barcha turdagi gilamlarni bemalol topa olasiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon shahri, Mo'ljal Visol to'yxonasini yonginasida joylashgan. Ha aytgancha, siz bu yerdan gilam xarid qilsangiz, gilam yuvish markazida bitta adyolingizni bepul yudirib olsangiz bo'ladi. Ikkita gilam xarid qilsangiz, ikkita adyolingizni bepul yudirib olsangiz bo'ladi. Yana bir eslatma, bu yerda dastavka xizmati, borib o'lchash hamda overlock xizmatlari mutlaqo bepul. E'tibor uchun kattakon rahmat.